Yo'q, eshitdingmi, qishlog'imiz boshida avtosalon qurilar ekan. Yo'q, kim aytdi? Bitta odam mashina sotish uchun olib kelibdi 4-5 ta. Yo'q, kim qurar ekan avtosalonni? Adashmasam sen qurasan. Yo'q, men quramanmi? Ha, albatta, chunki sendan boshqa hech kim quruvchilik bilan shug'ullanmaydi qishloqda. Obbo, mayli, qursam qurarman, lekin hozir emas, chunki hozir qurishga anchagina vaqtim yo'qroq. Janob mer telefon qilyapti. Alo, eshitaman. Yo'q, uydamisan? Ko'chada edim. Undan tezroq yetib kel, avtosalon qurish kerak. Nima? Axir avtosalon egasi qursa bo'lmaydimi? Yo'q, sen qurishing kerak, chunki sen quruvchisan qishloqda. Bo'pti, hozir boraman, lekin qarang, pulni berasiz. Bo'ldi, 200 ta dollar berib bo'ladimi? 300 ta qiling, boraman. Davay, keyin 300 ta beraman. Bo'pti, hozir boraman, janob mer. Mayli. Nima gap, jetel? Yo'q, sen avtosalon qurmoqchimisan? Albatta. Zo'r-ku, menga mashina berasanmi? Mashinalar o'zimdan bo'lmaydi, u mashinalar egasidan. Yomon ekan-da unda. Yomonmi, yaxshimi bilmayman. Короче, men hozir qurishim kerak borib sirazi. Tak, asbob uskunalar olishim kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joe Havaslar yangi videoda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa qurilish ishlarini boshlayman, lekin to'g'risini aytsam, umuman bunaqa ishlar yo'qmaydigan bo'lib qolgan menga, chunki avtosalon deydi. Bu avtosalonni men qanaqasiga qurishim mumkin? Hamma quruvchilik ishlarini menga yuklashgan. Qayerdagina, mana yerda shekilli, ana yerda mashina ko'ryapman. Shu yerdagi mashinalar bo'lsa kerak. Avtosalon qurilishi uchun bratan kim bo'ldi? Yuzini qaraylik, nima bo'lgan? Artalab taylaganmi? Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom yigitcha, qandaysan? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Zo'r, молодец, gap yo'q. Sen quruvchimisan? Albatta. Короче, qayerdan qurishimiz kerak? Yigitcha, sen Maset katta qilib avtosalon qilib bersing kerak. Bo'ldi, hal qilamiz. Muammo yo'q. Mana mashinalar qanchadan bo'lyapti? Mana qancha? $1 stak dollar. $1 stak dollar? $1 stak dollar. $1 stak dollar o'zi yaxshi. Mavchi. Bu $9 stak dollar. 9 stak dollar damcha qilman. Mana bu qancha? U 4 stak dollar. 4 stak yaxshi. Buchi? U 6 stak dollar. Yaxshi, lekin narxlar juda ham qimmat ekan, bratan. 100 ga nima qilgan? Ertalab arilar hujum qildi. Tilingizdan ham chaqdim deyman. Senga silsilab qo'yganman. Yaxshi, mayli bratan, unda hozir men ishlarni boshlayman unda. Tezlash iltimos. Bo'pti, birinchi o'rinda bizga daraxt kerak bo'ladi har doimgidek, chunki Minecraftning eng asosiy asbob narsalari, kerakli narsalardan biri bo'lgan bu narsa daraxt hisoblanadi, chunki daraxtdan hamma narsa yasaladi. Minecraft kirgandan keyin o'z birinchi daraxt kesasizlar, topor yasasizlar, verstaga yasasizlar, hamma narsa yasasizlar. Birinchi daraxt kerak bo'ladi hamma narsa uchun. O'shaning uchun birinchi daraxt chopamiz. Obbo, telefon kelyapti. Kim ekan? Hozir telefonni ko'taramiz. Alo, eshitaman. Yo'q, nima bo'ldi? Boshladingmi ishni? Albatta, janob mer, bir marta aytganingizdek men boshlaganman har doim. Yaxshi, unda tezroq qurib bitkaz. Bo'pti. Hozir sizga o'zi nima aloqasi bor buni? Sizniki emas-ku. U men jiyani bo'ladi. Jiyaningizmi? Bo'pti, hozir. Mayli, tezlash. Men ham jiyanimga o'xshab gapirib boshlabman. Bo'pti, tezlash. Mayli. Bu mana yana qaranglar, go'zalligini qishlog'imizga daraxt ko'p ekilgandan qaranglar, o'rmon ichida joylashgan maxfiy bazaga o'xshab qolgan bratan. Mashinalarga qarab o'tiribdi, qanaqa go'zallik bor qo'limda deb, qanaqa qimmat mashinalar bor ekan deb. Mayli, o'zi bilan bratanimda. Tak, hozir men bu yerdan yana bitta chopib boramiz, onasini emsam. Tez chopish kerak, chunki qancha tez kirka bilan daraxt chopadimi, voy farosatning yuqori cho'qqisiga ega bo'lgan bratanim deydi-yu. Xo'sh, nechta olib borishni aniq bilmayman, to'g'risini aytaman, chunki ko'p olib borishim mumkin, kam olib borishim mumkin, o'shaning uchun yetarlicha olib borishim kerak, lekin vobshe qiyin-da, bor atrofni to'liq o'rab chiqish. U uchun menga anchagina daraxt kerak bo'ladi, to'liq o'rab chiqishimga to'g'ri kelsa agar. Menimcha to'liq o'rab chiqmasam kerak, to'liq o'rab chiqish uchun aytayapman, o'rmon tekislab vobshe daraxtlar qoldirmasdan borishimga to'g'ri kelib ketadimi? Lekin daraxt kesmasligim kerak edi, chunki daraxt kesish juda ham yomon ish. Sizlarga hamma videoda aytganman. Endi janob mer o'zi buyuryapti, nima qilish kerak? Janob mer buyurgandan keyin qilyapman. Sizlarga ham tepadan buyruq bo'lsa qilsanglar bo'ladi. Atak tepadan buyruq bo'lmasa, vobshe daraxtlarga qo'l tekkizish ham hattoki yaxshi ish emas, vobshe yomon ish. Qo'llaringizni sindirib tashlashlari ham mumkin. O'shaning uchun so'ramasdan hech bir ishni qilmaslikni maslahat beraman. Xo'p, okey, bo'ldi, cho'tka hammasi. Ana endi ishni boshlasak bo'ladi. Mana yetib qolsa kerak, mana shu 46 ta daraxt. 46 tani 16 tasi atrofiga qo'yishga ketsa, qolgani ketaveradi asta-asta.
Tak, yo toshdan qilib yuboraymikan? Da toshdan qilib yubora qolay, bor tosh olib kelay tinchgina. Chunki agar daraxt qo'yadigan bo'lsam, keyin yo'l atrofiga daraxt yetmay qoladi-da. Bizga yo'l atrofiga ko'proq daraxt kerak o'zi aslida. Tak, shaxtamiz qayerda? Mana bu yerda shaxtamiz bor edi. Men shaxtadan tushib sirazi olib ketaman. Bu yerda bir yorug'lik o'rnatmasak, juda ham qorong'u, doim g'alatining Pro Max bo'lib yotibdi. G'alatining kvadrati bo'lib yotibdi to'g'rirog'i. Xo'sh, nechta daraxt olsam yetarkin? Maksimalni yetadigan darajada daraxtlarni qanaqa daraxt chopib beribman, tosh chopib beribman, tosh ya'ni sindiryapman. Tosh olib boryapman. To'g'rimi? Okey, mana 23, 24, 25 ta bo'lib ketdi. Yana bitta qayerdandir olsam 26 ta bo'ladi. Juft qilib borish kerak edi. Men juftlikni yaxshi ko'raman o'zi doim. Sizlarga tog' sonlar yoqadimi, juft sonlar yoqadimi? Kommentariy yozib qoldiringlar, lekin juft sonlar bu chiroyli bo'ladi. Chunki ular juftda, juft bilan yaralgan. O'shaning uchun juft sonlar chiroyli. Tak, hozir mana bu yerdan 1, 2, 3, 4 ta qo'yamiz. Ya'ni to'g'risidan kelib turib, mana shu yerdan 1, 2, voy, obbo, tushib ketdim, qanday chiqaman? 3, tak, 4-chi mana ustidan borib. Okey, ko'ryapsizlarmi, o'rganinglar. Tak, to'g'ri borish kerak, mana shu tomonga qarab ketaverish kerak. Okey, 4 ta bo'ldi, всё. To'g'ri kelaverish kerak. Mana shu yerlarga to'g'ri kelsa kerak. No, qaysi blokka to'g'ri mana shunga to'g'ri kelsa kerak. 2, 3, 4 ta. Endi bilmadim, shunga to'g'ri kelsa kerak, shunga keladi deb o'ylab turibman. Tak, tepa qismini ham yopish kerak aytgancha hali. Oho, juda ham qiyin bo'lib ketadiganga o'xshayapti menga. Hozir 2 stakda, 3 stakka past yaqin daraxt bo'lib ketdi. No, yetishi mumkin. Hozir atrofini devor qismini birinchi hal qilib yuborayin-da. Devor qismini hal qilish uchun bizga mana bunaqa mud kerak bo'ladi. Muddan foydalanamiz. Tak, 4 ta qator olsak shu yerga oxiri keladi. Tak, 4 ta qator olsak yana shu yerga oxiri kelar ekan. Yana 4 qator olamiz va bu yerga oxiri kelar ekan. Tak, yana 4 qator olsak bu yerga kelar ekan. No, daraxtlarim yetmaydiganga o'xshayapti. Ya'ni taxtalarim, dollarlar, pullarim, dollarlar deydik. Qo'shiq bor, shunaqa bilasizlarmi qo'shiqni? No, bir tomon, ikki tomon yetar ekan, ustiga yetmas ekan. Ustiga yarimtalik blok qilib yuboramiz, iloji yo'q. Chunki yarimtalik blok qilmasa o'zi vahshiy yetmaydi. Bor daraxt olib kelaman yana daraxt kerak. Xo'p, bu 24 tagina taxtam qoldi. Ikkinchi qavatni ham yopish kerak-da. Biratan qalay chiqyapti? Takoy, вообще zo'r chiqyapti, zo'r. Zo'r rostdan ham. Endi bitta ko'proq daraxt olib kelsam borib yana keyin вообще birdaniga qurib yuboraman. Shu bilan ishim tugaydi deb o'ylayapman. Endi janomer bilmayman yana qanaqa ish buyuradi, balki yangicha ishlar paydo bo'lib qolar. O'shanga qarab endi nima ham deyishim mumkin, shunaqa deb ham bo'lmaydi. Okey, takoy yana mana bu yerda ham bor ekan. Buni ham olamiz albatta. Chotki bo'ldi. 17 ta aniq yetmay bilaman. Mana shu daraxtni ham kessam, ya'ni nima desam, daraxtni chopsam, keyin yetib qolsa kerak. 23 ta 4 ga ko'paytirib yuboramiz. Bilasizlarmi, nechi bo'ladi? 92 bo'ladi. 92 bo'lsa hozir tak 92 ta taxtani olaman, mana daraxtni ekib ketamiz. Aqlli odammiz u. Tak, ana endi hozir bitta verstak kerak menga. Mana biratanga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Keyinchalik yoki uyimga olib ketaman. Uyimga olib ketsam, mana shu yer turib tursin. Tak, hammasini fuchik yarimtaga aylantirib yuboramiz. Shu bilan shuncha bo'lib ketdi, qaranglar. Fuchik hammasini emas, to'xtanglar. Hozir men buni tak yarmini aylantirar ekanman, chunki o'zi yarmi ham anchagina bo'lib qolar ekanda. Bo'ldi mana. Xo'p, ana endi qo'yishni boshlaymiz bloklarni, yarimtalik blokchalarni. Xo'p, mana shu yerdan boshlasak, qo'yib, bu yoqqacha kelsak, mana qo'yildi. Yo, dahshat. Bu ishimiz vahshiy oson bo'lar ekan, qaranglar. Okey. Yana shu tomondan qo'yib ketamiz. Biratan hayron qolmang. Men ko'ryapsizmi qanaqa ishni ko'zini bilish kerak, ishni o'zini emas, ko'zini bilish kerak. Tak, mana, tak, to'xtang. Hop, bizda juda kam. Obbo, yetmas ekan. Nahotki, men yetadi deb o'ylardim. No, rostdan ham yetmas ekan, qaranglar. Yo, nahotki. No, mayli, mana qolgan daraxtlar, qolgan taxtalarni ham shuni qo'yib yuboramiz. Bizga yana qancha beradi? Tak, mana uni bosish kerak edi. Nima bosib yotibman? 2 ta yo 1 stak berdi. Bu ham yetmaydi, aniq bilaman, chunki kamda, u juda kam. Okey, 42 ta qoldi. 42 ta. No, может yetishi ham mumkin 42 ta. No, katta ehtimol bilan yetar ekan. Sho, yetdi. Qaranglar, nechta yetishini qaranglar. O'rtadan qoldi 2 ta. Yo, omad deylar. Bu bratanlar omad deylar. Ko'rasizmi? 2 ta o'nda qo'yib qo'yamiz. Takoy bo'ladi. Endi buni sindirsa bitta yaxlit blok bo'ladi, ko'ryapsiz. 2 ta blok bo'lib tushdik. Yaxlit blok bo'lish kerak edi o'z reja bo'yicha. Biratan qalay chiqdi, zo'rmi? Zo'r. Вообще takoy menga juda yoqdi.
Ha, o'zimga ham yoqdi, lekin qilgan ishim. Hozir men boraman, короче, plov kelib turibdi, bitta mashina olib ketaman, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Farqi yo'q menga. Ichiga yorug'lik qilib bersang ham zo'r bo'lardi. Ha, bo'pti, hozir ko'raman. Avval ishlarimni qilib olay, ishlarni qilib bo'lgandan keyin kelib qilib ketaman, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ha, sizda ovoz yaxshi bo'lib qoptimi? Ha, zo'r, to chotki bo'lib qoldi. Ha, bo'pti, mayli, men ketdim, bratan. Hozir kelaman, короче, bratan. Siz yoningizga mana shu narsalarni shunaqa tozalab yuborsam chotki bo'lar edi. Men bu yerlar o'zi rasvo bo'lib yotdi degan qaranglar, juda ham rasvo. Mayli, короче, kelaman, bratan, bo'pti, sog' bo'ling, ketdim.